Umrida bir marta ham krossovka kiymagan odamni ko'rganmisizlar? O'shaman men umuman krossovkam yo'q, sportivkalarim ko'p, lekin umuman krossovka yo'q. Ushbu xatoni to'g'rilash uchun Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li ko'chasidagi Salom choyxona tropparasidagi Korzinkaning 2-qavatidagi Flo magaziniga keldim. 23-oktyabrdan 28-oktyabrgacha 25% chegirma kuzgi botinka va etiklarga bo'layotganini eshitib, bu skidkadan quruq qolgim kelmadi. Oyoq kiyim parvarishi yo'liga alohida e'tiborni tortadi. Har xil turdagi oyoq kiyim parvarishi uchun vositalar ham topsanglar bo'ladi. O'zinglar bilan shunaqa upakovkada olib ketsanglar ham bo'ladi. Oyoq kiyim tagidagi sarg'ayish dog'larini osongina bartaraf qilish ushbu vosita bilan oson. Assortiment juda ham ko'pligidan o'zimga juda ham qiynaldim. Nima tanlashni bilmasdan hammasidan olgim kelgandi. Konsultant kelib menga birma-bir ko'rsatib, yaxshi konsultatsiya berdi. 5-6 xil kuzgi oyoq kiyimlar kiyib ko'rdim. Yoqqan variantlarini va olgan variantlarimni sizlarga hozir birma-bir ko'rsataman. Damashniy oyoq kiyimlarga ham vыбор juda ham katta ekan. Eslatib o'taman, 23-dan 28-oktyabrgacha 25% chegirma kuzgi botinka va etiklar uchun. Bu chegirma Flo do'konini 6 ta filialida ham amal qilar ekan. O'zimga krossovka ham va nihoyat tanlab oldim. Bolajonlarimni ham esdan chiqarmadim. Kuzgi botinka, krossovkalar oldim. 3 ta o'g'limga bir xil qilib tanlab oldim. Shunaqangi vыбор ko'pligidan adashib qolishinglar mumkin. Qizlar uchun alohida One Love, erkaklar qatorida ham alohida o'zgacha obrazdagi oyoq kiyimlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Qulay va hamyonbop oyoq kiyim kerak bo'lsa, Flo do'konlarini barcha filiallaridan topsanglar bo'ladi.